internet olamini rivojlanishi insonlarni shu TikTokga, Instagramga, YouTube'ga, reklamalarga qaram bo'lib qoladi. Bor narsa bu. Inson qaram bo'lib qoladi. Nima uchun? Chunki o'sha ko'rsatilayotgan olam tashqi real olamdan ko'ra qiziqroq. Qiziqish natijasida ichida o'zini agar psixik muammolari bo'lsa, u albatta tanaga bosim beradi, напряжение bo'ladi tana. Ana o'sha bosimni bosish maqsadida ham bo'lishi. Og'riqli bor. O'sha og'riqlar periferiyskiy butun tanaga tarqab ketadi. O'zimizdan ham taqqos qilaylik. Ishdan keyin ham bir xillari bo'sh bo'lib qolsak, o'tirib o'yin o'ynaymiz. Nimaga? Miyamizni o'zimizni yeyishni boshlaydi. Xotirlarimiz kuchayadi. Qo'rquvlarimiz uyg'onishni boshlaydi. Chunki bo'sh qoldi. Agar ichingizda shunaqa nevrotik muammolaringiz bo'lsa, ana o'shalar o'zini bosimini beradi. O'shanga shunaqa bo'ladi.